Assalomu alaykum. Man Abdulloh. Man Cyber Security 50 kunlik challenge haqida YouTube'ga va Telegramga xabar bergandim. Bugun esa 50 kunlik challenge birinchi kuni. 50 kunlik challenge nimalar bo'ladi? 50 kun ichida Kali tizimida har kun yangi tool'larni, videolarni joylab boraman. Albatta bu sizlar uchun qiziq bo'ladi va manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Bugun birinchi kun va birinchi challenge bo'lgani uchun bugungi o'rganadigan narsamiz Burpsuit. Burpsuit nima qilib beradi va vazifasi nima? Tasavvur qiling, bironta veb-saytga so'rov yuborasiz, xavfsiz tarzda. Burpsuit orqali u serverga yetib borishidan oldin u so'rovni o'rtada o'zgartirib serverga jo'nataverasizlar. Veb-sayt esa u so'rovni xavfsiz tarzda qabul qiladi. Serverga esa sizlar o'zgartirgan narsa ssenariy ketadi. Hozir o'shani amalda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib man Kali terminalida Burpsuit default bo'lgani uchun Kalida ko'rsatib beraman. Windows'ni sketch qilsanglar ham bo'ladi. Hozir ikkalasini ham ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Kali terminaliga Burpsuit deb yozamiz. Bu yerda Burpsuit default borligi uchun uni o'rnatishinglar shart emas. Bossanglar o'zi ochilish boshlaydi. Mana ochildi. Eskisini o'chirib olamiz. Bu yerda to'ldiradigan hech narsa kerak emas. Next bosamiz. Bu yerda ahamiyat beringlar, birinchisi 101 default tanlashinglar kerak. Start bosasizlar. Sekin ochilish boshlaydi bu yerda. Mana ochildi. Hozir asosiy ko'radigan narsamiz proxy, intruder, repeater. Mana shu uchalasi asosiy bizga kerak narsalar. Mana target bo'limidan o'zingizlarga skop belgilasanglar ham bo'ladi. Bu unchalik ahamiyati yo'q. Biza hozir ko'rib chiqadigan narsa birinchi bu proxy. Bu yerda interceptni on qilib qo'yib, brauzerdan o'zingizlarga kerakli veb-saytga so'rov yuborasizlar. So'rov hali serverga yetib borishidan oldin bu yerda keladi xabar. Xohlasanglar uni repeaterga yoki intruderga yo'naltirib o'zgartirasizlar. Mana repeaterga yo'naltirsanglar bu yerdan o'zingizlarga mos ravishda o'zgartirib serverga jo'nataverasizlar. Mana intruderni misol uchun login pejini jo'natdinglar. Login pejini har xil kombinatsiyalar orqali brute force qilsanglar bo'ladi. Hozir bizani birinchi ko'radigan narsamiz so'rov keladi. So'rov kelgandan keyin forwardni bosib jo'nataversanglar bo'ladi yoki drop bosib so'rovni o'chirib yuborsanglar bo'ladi. Hozir shuni amalda ko'rib chiqamiz. Hozir amalda Windows'ni ko'rsatib beraman. Windows'da ham xuddi shunday. Hozir mana Windows'ni ochib oldik. Hozir bu yerdan buni off qilib brauzer ochamiz. Mana brauzeri ham ochildi. Sizlar uchun laboratoriya tayyorlab qo'yganman. Laboratoriya topib qo'yganman. Buni ochamiz. Mana bizada veb-sayt ochildi, magazin. Bu yerda asosiy qiladigan narsamiz hozir ko'rib olamiz. Bo'ldi. Ssenariy. Birinchi bo'lib robots pejini tekshiramiz.
bu yerda aytish bo'yicha admin page mavjudligini aytyapti. Admin page'ini tekshirib ko'ramiz. Admin page'ida ushbu xatolikni aytyapti. Faqat interfeysga kirish uchun lokal tarmoq orqali kirishni aytyapti. И lokal hostni o'zimizni lokal host qilishimiz kerak. И qabul laboratoriya bajarilgan bo'ladi. Hozir buni so'rovni buni on qilib qo'yamiz. Yangilab olsak, bu yerdan so'rov keladi mana admin. И adminni repeaterga yo'naltiramiz. Mana repeaterga keldi. Bu yerda ko'rayotganlaringlardek mana host tashqi boshqa narsa turibdi. Hostni o'zimizni lokal host qilishimiz kerak. И oddiy username'ga oddiy o'zimizni misol uchun bu yerga hostname qilamiz va jo'natib ko'ramiz. 401. Endi jo'natib ko'raylik. 401 hostname. To'xtala. Proxy bo'limidan buni boshqatdan jo'natamiz. И buni boshqatdan repeaterga yo'naltiramiz. Repeaterga keldi. Buni send qilsak 401 xatolik beradi. И buni o'chiramiz. Local jo'natamiz mana 200 keldi, 200 xabari. Endi bu admindan delete qilamiz. И username'ga tenglab qo'yamiz Carlos misol uchun. Bo'ldi. Endi send qilamiz. Mana 302 topildi. И bu yerdan o'sha so'rovni forward qilamiz. И mana laboratoriya ochildi. Bu yerda hozir ssenariy nima bo'lyapti? Admin page'ida aytyapti, faqat lokal host orqali kirish mumkin, faqat lokal host ochiq deb aytdi. И men o'zimni hostimni serverga ketishidan oldin lokal hostga o'zgartirdim. И username'ni Carlos qildim. И serverga yetib bordi, laboratoriya bajarildi. Brutsuyt shulardan iborat edi. Video manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi videolarda qanaqa turli video chiqishini xohlaysizlar, yozib ketsanglar, o'shanga qarab video chiqarardim. Bugungi video tugadi.